ئوغۇزنامە ۋە قاراخانغا باغلانغان قارا ۋە قاراخان ئاتالغۇسىغا يوشۇرۇنغان تارىخ. ئاپتورى ھاجى ئەكبەر مۇھەممەتنىياز. مەن ئۇيغۇرلارنىڭ خاقانىمەن. ئوغۇزنامىدىن. Milliy bayramlarını əsləməydiğən millətlər tarix eğini yoxdudu. Tarix eğini yoxatqan millətlər başda özüge bolğan işençisini, keyin cəsarətini, ən axırda müstəqilliqini yoxdudu. Milliy bayramlarını xatırlamaydiğən millətlərə dini bayramlarını xatırlıgidək vətənmi qalmaydı. Kök ərva. ئوغۇزنامە eposi tariximizdagi g'oyat zo'r ahamiyatga ega obidalarning biridir. U barliq turkiy tilli xalqlarning adabiyoti, tarixi va etnografiyasini tadqiq qilishdagi muhim manba hisoblanadi. Shu sababdan ko'plagan mashhur turkologlar, masalan, gollandiyalik Xos, germaniyalik Dettis, rossiyalik Radlov, fransiyalik Piliot, sobiq Sovet ittifoqilik Shirbak, turkiyalik Rashid Rahmat Arat qatorliqlar bu asarni nashrga tayyorlash va tadqiq qilish ishlari bilan shug'ullanib, nurg'un ahamiyatlik natijalarni qo'lga keltirgan. Hozirgacha bizda elib berilgan tadqiqotlarda asarning manbasi haqida qadimki Uyg'ur tilida yozilgan va Fransiyaning Paris shahridagi milliy kutubxonada saqlanayotgan nusxasidan boshqa Rashiddan, ya'ni 1247-yildan 1318-yilgacha yashaganning Jamiyut Tavarix, ya'ni umumiy tarix, Mirza Haydar Koragani, ya'ni 1500-yildan 1551-yilgacha yashaganning tarixiy Rashidi, Obulg'azi Bahadirxon, ya'ni 1603-yildan 1664-yilgacha yashaganning Shajariya Turk, ya'ni Turklarning shajarisi degan asarlarda O'g'uzxonga oid tafsilotlarning barligi qayd qilingan. Gerçi yuqorqi manbalar tadqiqotchilar tarafidan ko'p qitim tilga elingan bo'lsa-mu, lekin u manbalardagi O'g'uzxonga oid ma'lumotlar keng o'qirmanlarimiz bilan yuz ko'rishish fursatiga texi nail bo'lolmadi. Men yaqinda mashhur tarixchi Sharafiddin Ali Yazdi, ya'ni 1454-yil olamdan o'tganning Zafarnoma nomli asri va Mirza Ulug'bek 1394-yildan 1449-yilgacha yashaganning Tarixiy Arbaya Ulus, ya'ni 4 ulus tarixi nomli asarni ko'rib, bu ikki asardimi O'g'uzxonga oid ma'lumotlarning xeyli tafsiliy bayon qilinganligini his qildim. Har ikkala asarda O'g'uzxonga oid ma'lumotlar yer joy nomini hisobga olmaganda asosan tegudak o'xshash bayon qilingan. Buningdan ikki avtor asoslangan tarixiy manbaning o'xshashligini faraz qilishga bo'ladi. Shunmo diqqatga sazovarki, bu ikki asarning yozilgan vaqtimi asosan o'xshash. Bu bir tasodifiy to'g'ri kelib qilish bo'lsa-mu, lekin ilm sohasida oz uchraydigan hodisa hisoblanadi. Sharifiddin Ali Yazdi o'z davrining yetuk olimlaridan bo'lib, tarix, falsafa, adabiyot va astronomiyaga oid nurg'un asarlarni yozganligi ma'lum. Uning mashhur asri Zafarnoma Amir Temurning o'g'li Sharoh, ya'ni Mirza Muhammad Tarag'ay Ulug'bekning otasi, ya'ni 1447-yil olamdan o'tganning o'g'li İbrahim Sultan 1435-yil olamdan o'tganning tashabbusi bilan yozilgan. İbrahim Sultan Zafarnomani yozishda Sharifiddin Ali Yazdini maxsus
tarixiy material bilan ta'minlagandan boshqa asarni yezish va bekitish ishlariga o'zi bevosita nazoratchilik qilgan. Zafarnomada O'g'uzxon va uning varislariga oid ma'lumotlar xeyli tafsiliy bayon qilingan bo'lib, ئوغۇزنامە eposiga selishtirganda ba'zi ro'shan farqlarga ega. Hatto ba'zi odam va yer joy nomlari xeyli qoyil qilarliq darajada asoslar bilan yoritilgan. Shunga Zafarnomada tilga ilingan O'g'uzxonga oid ma'lumotlarni O'g'uznamə eposining tarixiy manbasi va boshqa aloyidliklarni tadqiq qilishda belgilik ahamiyatga ega deb qarashga bo'ladi. O'g'uznamə eposi va boshqa tarixiy manbalarda tilga ilingan O'g'uzxonning kimligi haqidagi ko'z qarash texi to'liq birlikka kelgani yo'q. Bir qism tadqiqotchilar O'g'uzxonni hech qanday bir tarixiy shaxs bilan bog'lanishligi bo'lmagan afsonaviy obraz deb qarasa, yana ba'zi tadqiqotchilar bo'libmi Osmanlılar tarixchilari O'g'uzxonni Hon Tangriquti, Botir Tangriqut va boshqa tarixiy shaxslarga bog'lab qaraydi. Ularning ichida O'g'uzxonni Botir Tangriqutga taqqoslab qaraydiganlar bir qadar asosliq salmoqni egallaydi. Zafarnomə va boshqa tarixiy manbalardagi O'g'uzxon va uning avlodlariga oid ma'lumotlarni garchi aniq tarixiy asosga ega deb hukm qilishga bo'lmasimi, ba'zi tarixiy hodisalarni selishtirib tadqiq qilish orqali O'g'uzxon haqidagi ba'zi masalalarga aniqlik kirgizish imkoniyatiga erishgili bo'ladi. Birinchi, Zafarnomada O'g'uzxonning oxirgi bolasi Tangrixonning o'g'li Elixonning tur bilan urush qilib yengilganligi bayon qilinib, bu vaqa O'g'uzxon vafotidan 1000 yil o'tgandan keyin sodir bo'lgan edi deyiladi. Bu ma'lumot Ulug'bekning 4 ulus tarixi degan asardimi o'xshash holda uchraydi. O'zbek olimi Amanullo Bo'riyev Rashidudning Jamiyul Tavarix degan asarda bu urushning o'zi yashagan davrdan 2000 yil avval bo'lganligini tilga ilib o'tganligini qayd qilib, demak, O'g'uzxon milodidan 1500 yil avval yashagan deb qaraydi. Ikkinchi, Zafarnomadami 4 ulus tarixidami O'g'uzxonning avlodlaridan bo'lgan Buzanjarxonning Amir Abu Muslim Marzavi, ya'ni O'rta Osiyo Ummaviylar xalifaligi, ya'ni 661 yildan 750 yilgacha ga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonning rahbari, Abboslar xalifaligi, ya'ni 750 yildan 1258 yilgachaning bosh qo'mondoni va ularning Xurosondagi noibi Abu Muslim Abdurahmon ibn Asad Marzavi, ya'ni 727 yildan 755 yilgacha bilan zamondosh ekanligi tilga ilinadi. 4 ulus tarixida yana Buzanjarxonning Chingizxonning 9-buvisi Amir Temur Gorakan, ya'ni 1336 yildan 1405 yilgachaning 14-buvisi ekanligi yozilgan. 3-chi Junaydulla Xo'ja o'g'li Isaxxon, ya'ni 1862 yildan 1937 yillargacha yashagan taxallusi Ibratning Farg'ona tarixi nomli asardimi O'g'uzxonga oid ba'zi ma'lumotlarni uchirtish mumkin. Farg'ona tarixining bosh qismida Abtor Turan haqida to'xtalib, bu mulklarga dastlab hukmronlik qilib o'tganlarning birinchisi O'g'uzxon. Uningdan keyin Turan xoni olib Artunga Aprasiyab deb yozsa, yana bir yerda, ya'ni asarning Anjan tarixiga bag'ishlangan qismida O'g'uzxon Buquxonning
8-ci bovsudur. Yani Buquxan Afrasiyafның Moğolca ismidir. Andijan 4000 yıl muqaddam, yani Oğuzxan vaqtida shahar edi. Onundan burunmu Avad shahar ekan. Oğuzxan Hazreti Nuh alayhissalomning 9-chi o'g'lidir deganlarni bayon qiladi. Yuqorqilardan biz Oğuzxanga oid ba'zi ma'lumotlardan xabardor bo'lish bilan birga yana yangi bir ma'lumot. Tariximizdagi o'chmas sima Afrasiyaf, yani Alib Erdo'g'anning Oğuzxan bilan bir nasabdan ekanligini, uning Buquxan degan yana bir ismining borligini bilib olaymiz. Ma'lumki Afrasiyaf Alib Erdo'g'anning Farscha ismi. Uning yana Buquxan degan ismining bo'lishi Türk o'g'lani Alib Erdo'g'anning naqadar shoni shavkatlik xaqon ekanligini namoyon qilib berdi. Yana bir tarafdan Buquxan degan bu ism Buquxan rivoyatidagi bosh shaxs Buquxanning ismi bilan o'xshashlikqa ega. Shu sababdan bu ikki ismning keyingilar tarafidan ikki xil o'qilgan yoki ikki xil talaffuz qilingan bir ism bo'lish ehtimolligini chetga qoqqili bo'lmaydi. Bu masalani bu ismga munosabatlik tarixiy materiallar va rivoyatlarni cho'rdigan holda yanama cho'nqur tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Yuqorqilardan shuni to'nib yetishga bo'ladi-ki, Oğuzxan qandaqdir afsonaviy shaxs bo'lmasdan balki ko'p asrlik tariximizning o'lini qurg'uchi, haqiqiy shavkatlik xaqondir. Uning xonligi qadimki davrlarga mansub bo'lganligi uchun zamon uqumini mukammal va to'liq isbotlaydigan aniq hujjatlik yil nomilar hozircha tepilmagan bo'lsa-mu, keyingi zamon tarixchilar tarafidan tilga ilingan ba'zi ma'lumotlarni tadqiq qilib ko'rsak, bu vaqtda xeyli qoyil qilarliq yakunlarga erisha olamiz. Ulug'bek 4 ulus tarixida tarix va xabarlar tadqiqlovchilar nazarda shu muqarrarki, Oğuzxan G'arbi Qaraxonlar sultoni Osmonxonning 15-chi bovisidir deydi. Yana boshqa ma'lumotlarga qaraganda Rashidunninning Jamiul Tarix nomli asrda Xorazm shahrining qo'shin to'plab Buxoroga yurish qilganligi va atrofdagi hokimlarning, xususan Samarqandning sobiq hokimi Afrasiyab avlodlardan bo'lgan Sultan Osmonga xush xabar avatib, ularning hammasini o'zining yaxshi va'dalari bilan umidvor qilganligini tilga olganligi ma'lum. Milodiya 1204-yildan 1211-yilgacha Qaraxonlarning Mara va Un Nahir, ya'ni Samarqanddagi hukmdori bo'lgan Sultan Osmonxonning Oğuzxan ham Afrasiyaflarning avlodlari bo'lganligi, Oğuzxan bilan Afrasiyafning bir nasib ekanligini isbotlab qolmasdan balki Qaraxonlar sulolasining Oğuzxan asos solgan xonlik bilan yiltizdosh ekanligini isbotlab berdi. Atağlıq tarixchi Molla Musa Sayrami, ya'ni 1836-yildan 1917-yilgacha yashagan. O'zining Tarixiy Aminiya nomli asrda Qaraxonlar sulolasining mashhur xoni Sultan Sutuq Bug'raxon, ya'ni milodiya 956-yil olamdan o'tganning Afrasiyafning avlodi ekanligini yozadi. Demak, bu yerda bir qism tarixchilarning rivoyatdagi Oğuzxan Qaraxonlar xonadonligining dastlabki mazgildagi bir xonning simvoli degan tantaklarcha qarashlari put terab turolmaydi.
tariximiz shu qadar mo'jizaga boyki, xalqimizning eng qadimki saltanat sohibi bo'lgan O'g'uzxonning dadisi Qaraxon davridan toki o'ttir asrdagi buyuk Qaraxanlar sulolasigacha nihoyatda uzoq bir davrni qara degan bir so'z xuddi sirliq yıldızga o'xshash bir-biriga bog'lab turdi. Bu yerda ayrim davrlarda qo'llanilgan bu so'zning ma'lum ichki bog'lanishga ega ekanligini faraz qilish tas emas. Xitoy tarixchisi Liu Zhixiao qara degan so'z haqida to'xtalib, qara degan so'z Uyg'ur tilida asli rangdagi qarini ifodalaydi. Biroq yaqinqi zaman tilshunoslarning qadimki Uyg'ur tili ustida ilib borgan tadqiqotiga qaraganda, qara degan so'zning keng, bepoyon degan ma'nolari bor ekan. So'z ma'nosini kengaytirish orqali uningga ulug', haybatlik degan ma'nolar singan deb e'tirof qilishga majbur bo'lgan. Buningdan qaraganda O'g'uzxonning dadisining ismi bir tarafdan nuqul ismlik rol o'ynasa, yana bir tarafdan so'zning sifat ma'nosini cho'rdigan holda uning ulug', haybatlik xon ekanligini ifodalagan. Darvaqa lug'at ma'nosi nuqtasidan aytganda, qara bir xil rangning nomi. Qara rang barliq ranglar ichida eng sop, eng to'q ana rang. Shu nuqtadan qara rangni ranglarning boshlanish nuqtasi deyishga bo'ladi. Hamda qarani markaz, sopliq, mustahkamlikning simvoli deb tushunishga bo'ladi. Lug'atlarda yana qara degan so'zga ko'chma ma'no sifatida nishon, chidamliq, dahshatlik degandek ta'birlar berilgan. Yuqorqilarga asosan O'g'uzxonning dadisi Qaraxonni milliy tariximizdagi eng qadimki xon. U qurgan xonliqni keyingi xonliqlarimizning boshlanish nuqtasi deb qarasaqmi xato bo'lmaydi. Yana shunimi asdan chiqarmaslik kerakki, qara eng sop rang bo'lish sifati bilan go'zal degan ma'noda qo'llaniladi. Masalan, turmushimizda chiroyli qosh, qor qosh, chiroyli ko'z, qor ko'z, chiroyli choch, qor choch deb sifatlanadi. Yuqoridagi bir qator sabablardan bo'lsa kerak, qara qadimki O'g'uzlarga nisbatan yuksak o'rindagi muborak rang hisoblangan. 10-asrda o'tgan arab sayyohi Ibn Fazlon o'zining sayohat xotirasida O'g'uzlar haqida to'xtalganda, yerlarda ularning qora uylari uchraydi desa, yana bir sayyoh Abu Dulaf Risola nomli asrda 9 O'g'uzlar haqida to'xtalib, ularning bayrog'i qora bo'ladi ekan deydi. Ba'zi tadqiqotchilarning ma'lumotiga qaraganda, qadimki Turkiy xalqlarning dunyo qarshida 4 fasl va 4 taraf 4 xil rang bilan qiyoslab qaralgan. Masalan, sharq yeshil, g'arb oq, janub qizil, shimol qora. Shimolning qora rangda tasavvur qilinishi tasodifiy hodisa emas. Afsonalarga asoslanganda Nuh payg'ambar alayhissalom o'g'illarga zimin bo'lib berganda Yapasni shimolga avatgan. Tarixiy manbalarga asoslanganda barliq turk qavmlari o'zlarining kelib chiqishini ana shu shimolga avatilgan Yapasning o'g'li turkka bog'lab qaraydi. Hozirgi zaman tadqiqotchilarining qarshiga asoslangandimi, hozirgi turkiy xalqlarning qadimki ajdodlarining shimolda yashaganligi ma'lum. Uyg'ur turk tilining ifodalash quvvati. Qora dengizdagi qora so'zi aslida cho'ng, buyuk, zo'r, cheksiz, saltanatli degan ma'nolarda ko'proq qo'llanilgan. Qara ma'nosi ancha
ko'p ishlatilmagan. Uningdan boshqa Rossiya bilan Qrimni ayirib turadigan Azov dengizi degan ismmo Uyg'urcha oz degan so'zdan kelgan. Demak, Azov dengizi demak suyi oz, ko'lami kichik dengiz degan ma'noda bo'lsa, Qora dengiz demak cho'ng va buyuk dengiz demakdir. Ammo ruslar oz dengizni shu bit qabul qilib, Azov dengizi deb atab olgan. Qora dengizni tarjim qilganda qora rang ma'nosini tushunib olib, uni xuddi qizil dengiz degandek qora dengiz deb atagan. Shunda qilib inglizchagami shu qora rang ma'nosida tarjim qilingan. Ammo qarani nuqul rang ma'nosida tushunib, qaraxan, qaraxonlar atalg'usini izohlag'ili bo'lmaydi. Qara qadimki Uyg'urchada hayvatlik, saltanatlik, hashamatlik, shonu shavkatlik, qutluq, kuchtingur, bahodir, yengilmas, qudratlik degandek ma'nolarda bo'lib, 4 asrga yaqin hukm surgan eng oxirgi saltanatlik xaqonligimiz Qaraxonlar xaqonligi deb atalsa, davlat hukmdori Qaraxan deb atalgan. Qitan xonligi 1027-yili Mahmud G'aznaviga yo'llagan maktubida bir go'zal malikasini Uyg'urlarning Qaraxoni Yusuf Qadirxonning o'g'li Chag'ri tekinga yotliq qilganligini alayda ta'kidlab, Qaraxonni Uyg'ur qag'an deb aniq yozgan. Nasabga alayda ahamiyat beradigan qitallarning bu tonishi tasodifilik emas. Undan boshqa tarixda o'tgan boturlarmo Qara nomi bilan sifatlangan. Qara buqa degan yurt hozirmo bo'rtaladi bor. Mo'ng'ul istilosidan keyin Qara so'zi Tömü so'ziga o'rin bo'shatgan. Baturlar Tömür nomi bilan madiylangan. Tömürchin, Tömür buqa, Tug'luq Tömürxon, Amir Tömür, Tömür tash qatorliqlarga o'xshash Afg'onistonda Tömür qapqa degan nom hozirmi saqlanmoqda. Uyg'urlar tushkunlashgandan keyin millatning ojizlashishiga ergishib, Uyg'ur tilimizmo zaiflashib, ma'nosi tariyib, hatto bulg'inib ketdi. Burun tegish qilish, ma'lum joyga askar tortish ma'nosida bo'lgan bo'lsa, hozir erga tegish holiga keldi. Qara ilgari yuksak ma'naviy madaniyat va ustun moddiy kuchning simvoli bo'lgan bo'lsa, hozir xatarning, qulluqning, savodsizlikning, haqoratning va asoratning simvoliga aylandi. Qara qo'rsoq, qara turk, qara tizimlik, qara yuz, qara darvoza, qara chirik, qara miltiq, qara Xitoy degandek xo'jalar davridan keyin bizdagi eng yuksak martaba nomi xon, ayni vaqtda eng ojiz, mazlum deb qaraldigan xonim qizlarning nomiga aylangan bo'lsa, xo'ja atalg'usi bag, shoh, hukmdor ma'nosida xonning o'rnini egalladi. Zozongtangning istilosidan keyin tilimizning sopligi texmi tuvallab va bulg'unib, yemak-ichmak, narsa keraklar Xitoycha atilishga boshlagan bo'lsa, oxirgi 100 yilda siyosat, qonun, sanoat, iqtisod, hatto odatdagi narsalarmo Xitoycha atilishga boshlab, aslida jon talshiyotgan Uyg'ur tili tubdan yo'qolish taqdiriga duch keldi. Ammo bu 100 yilda tilimizni qonlari bilan sug'urib, qurib ketishdan saqlab qolgan qahramonlar uzilib qolmadi. Növbətdə biz qanlarımız arqılıq çanqab ketgan xalqimizni qutquzuş dərəcəsiga keldik. Şundaqla tilimizni qoğdaş, chet eldə yaşayotgan Uyg'urlarning burchiga aylandi.
Undaqda ئوغۇزخاننىڭ دادىسى قاراخاننىڭ ismi nima sababdan o'ttir asrdagi qudratlik bir sulolaning ismi va xaqonlarning faxriy nomi bilan o'xshash bo'lib qoldi? Vengeriyalik mashhur sharqshunos olim Herman van Beri o'zining Buxara yoki Mavvara ün nahir tarixi nomli buyuk asrda Türk xalqining qadimdan qolgan bir odati bor. Agar hukmdorlardan birarsi mamlakatni yaxshi idora qilsa yoki mamlakatda yangi bir usul va tartibni yo'lga qo'yib, o'ziga xos xizmat ko'rsatsa, uning nomini mangu aslashga tirishidi deydi. Bu so'z bizning yuqorqi savolga javob topishimizda muhim rol o'ynaydi. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, Qaraxonlar sulolasining qurg'uchilar O'g'uzxonning dadasi Qaraxonning keyingi avlodlaridir. Qaraxon va uning varisi O'g'uzxon saltanat boshqarish jarayonida yangi bir usul va tartib yo'lga qo'yib, o'ziga xos xizmat ko'rsatgan. Shunga Qaraxonlar sulolasining qurg'uchilari o'z ajdodlarining tarixdagi o'chmas xizmatlarini davomliq yod etib turish, o'zlarining ajdodlarining ana shu parlaq xotirasiga varislik qilish ideyasini ifodalash yuzidan o'z sulolasining nomini Qaraxonlar deb atagan hamda Qaraxon degan bu so'zni har vaqt yodlab, aslab turish uchun uni o'zlariga faxriy xonliq nom qilib olgan. Ulug' olim Mahmud Qashqari o'zining Divanu Lug'atin Turk nomli asrida qara degan so'z haqida to'xtalib, qara Xaqoniya xonlari qara degan nom bilan atiladi, Bo'g'ra qara Xaqon degandek deydi. Yana ba'zi olimlarning qarashicha, qara degan so'z butun, barliq degandek ma'nolarga ega. Qara rangni ulug'lash ideyasi Qaraxonlar sulolasidan keyinmi xeyli uzungacha davom qilgan. 15-asrdagi buyuk shoir Alisher Navoiyning Sab'i sayyara, ya'ni 7 sayyara dastonida qara rang ilkiga toju tarakdur, kim qara rang ishchiradur muborakdur, ya'ni qara rang elning beshiga toj ham terakdir. Kim qara rang ichida bo'lsa, muborakdir degan misralarning borligi ma'lum. Qadimki ajdodlarimizning shon sharafi bilan munosabatli bo'lgan qara tushunchasi keyingi chog'larda tamoman boshqa ma'nolarni ifodalab kelgan bo'lsa-mu, Navoiyga o'xshash o'z ajdodlarining qadr-qimmatini tushunadigan kishilar tarafidan yanala asli xosiyati bilan yod etilib turilgan. Oxirda shunimi eslatib o'tish kerakki, Zafarnoma va 4 ulus tarixidagi O'g'uzxonga oid ma'lumotlar qo'yuq islom dini ro'yi bilan yo'g'rilgan. Buningda butunlay Aphtorning diniy e'tiqodi chiqish qilingan bo'lib, u tarixiy chinliqqa zodi uyg'un kelmaydi. Chunki O'g'uzxonga doir voqealar islom dini maydonga kelishdan xeyli burunqi davrlarga berib taqiladi. Mەnbە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 13 سانىدىن ئېلىندى.